Assalomu alaykum. Baraka Uz kanalining ashaddiy muxlislari. Hafta kuniga mana 2026-yil hafta kuniga chorshanba kuni video obzor qilib beryapmiz. Qo'ldan kelganicha o'zimiz fermamizdan 6 bosh nasldor shu tonna, 1 tonna 200, 1 tonna 300, 1,5 tonnaga qarab ketadigan nasldor o'ta ko'chat udarmonlarimiz bor. Assortiment bo'lganda ham. So'mba akam o'zi musofirda ishdalar. Men o'zim endi video qilib, qo'ldan kelgancha tashlab beraman, qo'yib beradi. Obunachilar kelaverasizlar, onlayn oladigan misol uchun musofirdan akalar bor. Germaniya, Amerika, Rossiya telefon qilaverasizlar 24 soat. Mana shu 739 23 13 raqam 91lik kodim bilan. Meni raqamim WhatsApp, Telegram ishlaydi har doim. Qolaversa 6 bosh yerda bog'lovli turgan buqalarimiz bor. Bu yoqda mana yotibdi 35 bosh katta paltarashka sementallar bor. Shu kilogrammlari 650, 600, 550 aylanadigan. Ashlarni ham bir qator ko'rsatib chiqaylik. Yotishlarini ko'rsatib qo'ying. Misol uchun nasldorlikka so'ragan akalarga video obzorni qilib beraveramiz chiqarib ham. Jamoaviy yotibdi. Soniga bular adashmasam soniga 33 bosh mana shu molni. Hozir sementallar ham. Bitta paltarashka. Bu 6 boshli video obzorini qilamiz ki bulardan kerak edi 45 bu mollarimizni senasi 40 milliondan 52 millionga chiqadi. Bir joyga olaman degan akalar bo'lsa mana shu molni ko'rsatib qo'ying, yaxshilar. Shu molimiz 700 kilo atrofida. Endi xom shot, tortib ko'rilmagan. Bular kunjara yeb yemlanib turgan buqalar emas. Endi boshida yetib ketgan yaxshi-da baribir. Qolaversa u yoqda ilk bosh hozir bo'g'oz xunajlarimiz bor. Bir bosh palsos xunajimchamiz bor. Jami 3 partiya molimiz bor. Endi hozir video obzorda birma-bir mana bog'lab turganlarni yechib olib chiqib video obzorini qilib beramiz. Mana ikkalasi sotilgan buqalar bular. Qoraqalpoqqa sotilgan. Qoraqalpoqiston Respublikasiga. Mana mollar o'zim boqqan buqalarimni ukalari. Mana shular tonnadan kam bo'lmaydi. Sharalellar. Mana qarang. Old orqasi o'ta ayiq bo'lgan. Mol ko'rsating. Buqalar qarangda. Tashqariga olib chiqib ko'rsataylik bularni. Mana hurmatli obunachilar, mana German shved buqamiz haqiqiy tozasi, oyoqlarini ham qarang, polvonligini. O'ta baquvvat narsa, ustullari baquvvat. O'zi yosh go'dak hali, 1 yoshga bormagan. Orqalarini ham ko'rsatib qo'ying. Molni qarang, turishini. Oyoqlarini qarang. O'ta zotga ham juda zo'r bo'ladi. Buqalar qarang. Ko'shlarini qarang. Shu 1 tonna 300, 1 tonna 400, kamida 1,5 tonnaga qarab ketib boradigan mol bo'ladi. Faqat buni sabr qilib 1 yil, 1,5 yil ushlab boqish kerak. Faqat shu. Buni bahosi keltirsak, bu ikkalasini, misol uchun birinchi molimiz bilan mana bu sementalimizga hozir bitta jup baho aytamiz. Bir joyga kelishtirib beramiz. Mana yurishlarini ham olib qo'ying buni. Yurishlarini ham ko'rsataylik. Mana. Bu behijolat yurishlar mana. Yana bor. O'ta hamma taraf kelgan bu. Ha, do'stim ushlab turing, onani ko'rsataylik. Mana ikkinchi molimiz bu. Bu sementalimiz ham o'ta bo'ladigan narsa ama. Ajjanavar. Poychoqqa o'xshaydi-ya. Molni qarang, ko'rsating. Bo'yinlarini qarang, janavarda. Boqqanda ham o'zi bo'ladigan, saralanib olingan mollarda bular haligi. Terib olingan, oyoqlarini ham qarang. Bu ikkalasiga bo'ylari 1.25, 1.20 bilan 1.25 plus minus ozmos. Ikkalasiga bitta baho qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Xohlasalar kelib ko'rib olasizlar, undan video qilib bersanglar, chiroyli video obzorini qilib beraveramiz. Bu ikkalasi ham tuyoqlari ham stakan tuyoq. Ikkalasining bo'ladigan bahosi 61 million so'm, 30 million 500 mingdan. Xayriga o'tib beraman. Mana mollar qarang. Ikkalasi kopiya. O'mganlarni ham ko'rsatib qo'ying-da, ustilarini. Mana o'mganlarni qarang. Ikkalasi ham ko'shlari ham katta narsalar. Shoxlari ham misol uchun qotmagan shoxlari ham. O'ta bo'ladigan narsalar. Narigilarni olib chiqaylik endi. Mana sementalni qaranglar. 70mi? Molni ko'rsating. Novot rangidan. Molni qarang. Bo'yinlarini qarang. Bog'-boqalarini
Mana bu tarafdan ham ko'rsating, mana bu tarafdan. Yana vardi. Pulini ham o'ta qulay qilib beramiz, hurmatli obunachilarga. Mana qarang, oldilarni. Ko'ryapsizmi? Narxi, hurmatli obunachilarimiz, bu 33 million baho etiladi. 500 ming so'm xayriga o'tib beraman. 32,5 million bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beramiz. Biz haligi Samarqandga, Toshkentga emas, O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Molni ko'rsating, o'mganlarni ham. O'ta kachuk, janavarni qarang. Bo'yinlarni qarang. Zotga olsa ham juda bo'lay deganda, zotga. Molni qarang. Telefon qilaverasizlar. Behijolat. Molni qarang. Agar haligini chiqardik-ku, Germaniya shved bilan sement aldi. Uchalasini bir joyga olaman desa bor-ku, ularda 61 million qo'ydik. 30 million 500 ming so'mdan. Buni 32,5 million qo'yapmiz. Jam bu bo'ladigan bo'lsa 93,5 million bo'lyapti. Agar bir joyga olaman desa 30 million 500 mingdan bor-ku, bir joyga uchalasini beraveramiz. 30 million 500 mingdan. Astezil bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Bo'ldi, keyingi molimiz olib chiqagan. Gigant chiqyapti, hurmatli obunachilar, mana. Gigant. Sementallar. Rosa yeyman degan xonasiga kelganman. Dumba solaman degani. Limuzin mollardan kam bo'lmaydi, xudo xolasa. Hali biologiski deydi-yu, o'shandan. Molni ko'rsating, yaxshilar mol. Molni ko'rsating. Ay jonavar. Molni ko'rsating. Bo'ynlarni qarang, jonavar. Mana 4-molimiz. 4-molimiz ko'rsating mana, janavarni. Shu limuzin hali biologiskilardan kam bo'lmaydi mana sementalimiz mana. Rosa yeyman degan xonasiga keldi yemdi. Endi tish buzyapti. Mana yelkalarini ham ko'rsating. Yelkalarini ham. Hurmatli obunachilarga bor-ku. Haqiqiy tonnaga bor-ku. Tez yetib boradigan variantda. O'zi kilogrammi ham yarim tonnadan baland keladi buni ancha. Molni qarang, orqalarini ham ko'rsating. Rosa yeyman degan xonasiga kelgan. Hozir ikkitasiga jupaytamiz-da buni. Cherigini olib chiqay-a? Cherigini olib chiqaman. Mana to'ja ko'rsating. Mana 5-molimiz gigant. Sementalga tortgan. Sementalga smeshinni bu. Mana molni ko'ring. G'o'dalarni ham bitta olib bering. Bo'ylari ham shu 1.45 plus minus. Bu molni qarang kattaligi. Ha, janavar. Molni qarang, ko'rsating. Shunga tortaymi? Mana. Oyoqlarni olib bering-da. Oyoqlari ham istakan. Hali o'sgan oyoqdan emas. Mana molni qarang. Ko'hraqlarni. O'nganlari ham juda o'nganli buqon. Molni qarang. O'zi ikkalasi sherik bularmi? Ikkalasiga bitta qo'shib baho aytamiz hozir. Mana sementalni mana. Molni qarang. Rosa bo'ladigan narsalardan. Molni qarang. Ikkalasiga bir joyga oladigan akalarga bo'lsa 40 milliondan kami bor. Kami qancha deganlarga 500 mingdan kami yo'q bizda. 1 milliondan 2 million kami bor. 78 millionga ikkalasini beraveramiz. Molni ko'rsating, o'mganlarni ham. O'ta katta narsalar. Korpuslar, karabkalar, oyoqlarini ko'rsatdingizmi? Bo'ldi, buni beylab qo'yaylik. Endi 6-molimizga navbat. Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Sharalarimiz polvonligini ko'ryapsizmi? Yuvashligini ham qarang-da buni. O'zim haydab qo'ying. O'mganlarni olib bering, o'mganlarni. Ay janavar, yurishlarni orqalaridan. Oqayoq. Tonnaga borib, indamay o'tib ketadigan xonasi. Molni qarang. Ayiq polvon. Bunimizga bor-ku. 43 million so'm kami bor buni. O'zida addenni olaman deganlarga. Xayri xudosiga o'tib beriladi. Savdo sunnat barabir. Bo'lishi nech pul degan akalarga bor-ku. 42 millionga ketaveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Mana molda ham ko'ringda, hazlakan mol bo'lmaydi bu. Hali buzov. Endi kurak buzadi bu. Molni qarang. Yo'q, men uchala paltarashga menga yoqdi. Uchalasini nechta pul qilib berasan degan obunachilarga, shu Baraka Uz kanalidan chiqyapman degan obunachilarga bor, uchalasini bir joyga bo'lsa
Shu 42 desa ham yo'q. 41 million so'mdan bor-ku. Qayerga o'tib ham beraman. Yo'q, sal tuzatib et, baland etib qo'yapsan deydigan bo'lsa, uchalasi 120 million ketaveradi. Telefon qiladi, xayri sunnatiga o'zim o'tib beraman. Iloji bo'lsa kelib ko'rib olaveradi. Shu 739-23-13 raqam meniki 91 lik kodim bilan. 24 soat ish faoliyati aloqa bemalol chiqaverasizlar. To'xtatavering.